Bugün 1 ayının 28'i hammalarninki bahar bayramını kutlaymiz. Biz şu bahar bayramı münasebeti bilen biz şu Yakan nayisininki mal bazarlarında nayit kızkarlıq bir faaliyetlerini kılmakçı bizning Yakan nayidiki Sarxilninki tarmoq şirketining mas'ullari bir faaliyetlerini o'rinlashtirib da biz şu faaliyetga mavi bakmıçılarga soğuk qildigan mashinamizni haydab keldik. Balki şu bazardan chiqib qolamdi. Şu atganlikka mukofot faaliyetlerini qilgan chaqda. Andan bizniki mavi faaliyetning asas mazmuni hazır mavi iskirlarda, torlarda bir nayitde kızgınlık bilan bo'layotgan bir ish bor. Unda beshik qalpoq kiyib, mavi mal chorvalarni tutadigan. Bu bizning kasbimizga da mal chorva qiladigan ish degan. Shu ma'no ishiga aytganlik mal chorvalarni sulaymiz. Nima oldik? Qo'y oldikmi? Qo'y, g'oz, o'dak. O'sha ichiga sulaymiz. Bo'shdan ichida qo'ylarni tutib olganini mukofotlaymiz. Har xil o'zimizniki, Sarxilninki mahsulotlar bilan, anandikin naqd pul bilan har xil usullar bilan mukofotlaymiz. Aytganlikka şu Yakanninki yana 29-yil Yakanninki Beshkanning Malvazirda. Endi mana Beshkanning Malvazirdan maydan bo'ladi. Abnum rayon darajalik va abnum rayonlik do'lan qo'yni umumlashtirish sotilish bozori ham bu. Maxsusmuş qimmat qo'yni sotilishgan bozor. Mush Yakanniki hamma do'stlar biladi. Naqmush bozorninki naqd markaziga mana sahnalarimizni qildik. Bu yerga mana qo'ylarni so'laydigan yerlarimizni qildik. Aytganlikka 1 ayning 29-kuni Yakan nayi Beshkan Malvazirda ko'rishaylar. Filmni oxirida ko'rgan do'stlar, yurakni besib etib, inkas rayoning 5 raqamini yo'llagach, ma ishimiz qanday bo'libdi? Ma film ko'proq yo'llab qo'yinglar. Texnik ko'p baxtli do'stlar bilan aytganligim shada 100 tirani ko'rishimiz. Aman bo'linglar, xayr xo'sh. Xayr xo'sh.